Assalomu alaykum. Ustozlar, tarbiyachilar, o'quvchilar. Demak, bugun tadbirimizda Xalqaro Nordik universitetining tashabbusi bilan yangi nominatsiya taqdim qilamiz. Bu nominatsiya eng yaxshi sinf. Demak, eng yaxshi sinf nominatsiyasini e'lon qilish uchun Nordik Xalqaro universitetining katta o'qituvchisi, professor Bahodirova Zulfuzar opani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'qituvchilar. Sizlarni kelayotgan 2026-yildan tabriklayman. O'qishlaringiz omad, doim a'lochi bo'linglar. Va Xalqaro Nordik universiteti tomonidan sizlarga sovg'amiz bor. Shuni birgalikda aniqlaymiz. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, o'quvchilar. Hammanglarni kelayotgan yangi yil bilan chin dildan Xalqaro Nordik universiteti jamoasi nomidan, barcha yurtdoshlar nomidan tabriklaymiz. Keyingi yillarda ham xuddi shunaqa ko'rishi sizlar bilan nasib qilsin. Yutuqlaringlar bardavom bo'lsin. Demak, o'quvchilar, o'ylab ko'raylik, qaysi sinf g'olib bo'lishi mumkin? Hamma bilsinmi? Demak, g'olibni e'lon qilish uchun marhamat. 2025-yilning eng yaxshi sinf yo'nalishi ilm maskani mukofot sohibi bilim va tarbiyani uyg'unlashtira olgan sinf 8-A sinfi. Sinf boshlig'i 8-chi sinfni chiqing. Ro'shana. Yutuqlarga erishib yuribdi.